Yozni sog'ingan ayiqcha. O'rmonda bir ayiq yashar edi. U yoz faslini juda yaxshi ko'rar edi. Yozda yegulik ko'p, kun issiq, o'rmonda maza qilib o'ynash mumkin. Lekin kunlar o'tib qish keldi. Ayiqcha bir kuni ertalab o'rnidan turib oynadan qarasa, hamma yoq oppoq qor bilan qoplanibdi. U juda xafa bo'lib ketibdi. Qishning sovuq kunlarida o'rmonda o'ynay olmasligini o'ylab yuragi siqilibdi. Issiq yoz kunlarini sog'inib, o'sha kunlarning tezroq kelishini orzu qilibdi. Shularni o'ylab oynadan ko'chaga qarab turganida, o'rmon hayvonchalari birin-ketin tashqariga chiqa boshlashdi. Ana jirafa bilan kiyik, ular anavi yerdagi muz qoplangan ko'lda chang'i tushyapti. Toshbaqa esa kosasida tepalikdan mazza qilib sirpanayapti. Ularning xursandliklarini qara. Xuddi qish kelishini kutib turganga o'xshaydilar. Ular yozni sog'inishmaydi-ham, dedi ayiqcha o'ziga o'zi. Shu payt eshikdan jirafa kirib keldi. "Salom ayiqvoy, nima qilyapsan?" deb so'radi. "Xafa bo'lyapman", dedi ayiqvoy. "Nimadan xafa bo'lyapsan?" "Yozning ketib qolganiga xafa bo'lib, uni kutyapman." "Bunday xafa bo'lishingdan foyda bormi?" so'radi jirafa. "Albatta bor. Men xafa bo'lib yozni kutsam, u tezroq keladi", dedi ayiqcha. "Men ham yozni yaxshi ko'raman. Unday bo'lsa kel, birgalashib xafa bo'lamiz", dedi jirafa. Shunday qilib ular birgalashib xafa bo'la boshlashibdi. Birozdan so'ng jirafaning yuragi siqilib ketdi va "Ayiqvoy, xafa bo'lish bunday qiyinligini bilmagan ekanman. Sovuq qotib ketdim. Tashqarida chang'i uchayotganimda isib ketgan edim. Men biroz isinib kelay, keyin yana sen bilan xafa bo'laman", dedi. Ayiqning javobini ham kutmasdan uydan chiqib ketdi. Ayiqvoy bir o'zi qoldi. U jirafaning qaytishini kutar edi. Vaqt juda imillab o'tar, soati go'yo to'xtab qolgandek edi. Kech tushib, barcha jonivorlar uylariga tarqalishdi. Ayiqvoy ham o'rniga yotib uyquga ketdi. Ertasiga ham xuddi kechagidek ayiqvoy deraza oldida turar, hayvonlar esa qiy-chuv qilishib tashqarida o'ynashar edi. Jirafa kechagi bo'lgan voqeani Toshbaqa va Ukkiga aytib berdi. Buni eshitgan Ukki ayiqvoyning oldiga keldi. "Ha, ayiqvoy, yozni kutib charchamadingmi?" deb so'radi. "Charchadim, lekin nima qilay? Kutmasam u kelmaydi-da. Sen uni kutsang ham kutmasang ham yoz o'z paytida keladi", dedi Ukki. "Sen uni ko'rdingmi? U senga shunday dedimi?" so'radi ayiqvoy. "Uni ko'rmasam ham buni bilaman. Senga vaqtni tez o'tkazish yo'lini o'rgataymi?" "O'rgat", dedi ayiqcha sevinib. "Agar vaqt tez o'tsa, yoz ham tezroq keladimi?" "Agar vaqt tez o'tsa, sen yozning kelganini sezmay ham qolasan." "Yo'g'e", dedi ayiqcha ishonqiramay. "Shunday bo'lishi mumkinmi? Ishonmasang kel, sinab ko'ramiz. Avval kunning tez o'tib kech tushib qolishini xohlaysanmi?" "Xohlayman", dedi ayiqvoy. "Unday bo'lsa mana senga chang'i. Men bilan yur", dedi Ukki. Ular oppoq qor qoplangan o'rmonga chiqdilar. O'rmon jonivorlarining quvnoq tovushlari bilan to'lgan edi. "Endi bizga qo'shilib chang'uch, qorbo'ron o'yna", dedi Ukki. Ayiqcha tezda ularga qo'shilib ketdi. Chang'i va chana uchaverib isidi. Quyoncha bilan birgalashib qorbobo yasadi. Bir mahal oyisining chaqirgan ovozi eshitildi. Atrofga qarasa, kech tushib qolibdi. Nariroqda o'ynayotgan Ukkining oldiga borib, "Ukkivoy, to'g'ri aytgan ekansan. Qara, kech tushib qolganini sezmay ham qoldim", dedi. "Bunday bo'lsa ertaga yana chiq, birga o'ynaymiz. Har kuni biz bilan mana shunday o'ynasang, qishning tugab, bahor va yoz kelib qolganini sezmay ham qolasan", dedi Ukki. Ayiqvoy Ukkining aytganini qilishga va'da berib, oyisining oldiga yugurib ketibdi. Shunday qilib ertagimiz tamom bo'libdi. Keyingi ertaklarda ko'rishguncha, xayr bolajonlar.